Va endi aynan front-end framework'a Angularga kirib ketishdan ham oldin biz yaratishni bilib oldik. Qanaqa proyekt yaratish mumkin, ya'ni application default yaratish mumkin. Lekin o'zi endi umuman sxema jihatidan o'zi qanaqa Angular degan savolni o'zimizga berib olganimiz yaxshi. Ya'ni man biron narsa o'rganayotganda yana tavsiya qilardim, teparoqdan qarashga harakat qiling. Ya'ni siz hozir men darsni boshlab ketishim mumkin edi. Aynan components, aynan Angulardagi asosiy tushunchalardan va men birinchi o'rgatmoqchi bo'lgan tushuncham aynan komponentlar bo'ladi. Sразу men sizga komponentlarni o'rgatib ketishim mumkin, lekin o'zi u nimaga kerak? Men ketidan olinki servisni yoki pipeni yoki formalar va hokazo shunaqa narsalarni o'rgatishga harakat qilishim mumkin. Siz nimani ichida yurganingizni bilmay qolasiz. Ya'niki siz teparoqdan qarasangiz, o'zi nimaga kerakligini ayta olasiz. Shuning uchun ham men hozir tepadan qarashga harakat qilmoqchiman va sizga tepadan aynan masalani ko'rsatib bermoqchiman sizga. Mana bu yerda aynan Angularni sxemasi mavjud, ya'ni qanaqa ishlashi yoki nimalarga muhtojligi o'zi haqidagi. Va bu yerda aynan Angularni biroz eskiroq versiyalar haqida gap ketgan. Ya'niki bizda hozir modul tushunchasi deyarli yo'q. Misol uchun, ya'ni yangi versiyamiz o'rgatadigan aynan 19-versiyamizda lekin modulga asoslangan, baribir modul umuman yo'q bo'lib ketmagan. Hozircha men sizga modulni o'rgatmayman. Buni albatta o'zingiz keyin bilimingizni to'ldiradigan paytingizda modul nimaligini o'rganib ketsangiz bo'ladi. Hozir aynan mana bu sxema bo'yicha davom etib ketamiz. Misol uchun, ya'ni nima bo'ladi? Tasavvur qiling, biron bir veb-sayt albatta qismlardan tashkil topadi va veb-sayt sahifadagi, ya'ni veb-saytdagi olinki slayder bo'lishi mumkin deylik yoki o'sha aytayotganimiz kunuzdagi qanaqadir yangiliklar uchun biron bir kartochkalar, aynan biron bir komponentlar, ya'niki biron bir veb sahifa aynan yoki o'sha single page applicationlar deymiz misol uchun, o'shalar ichida demak bir nechta komponentlardan tashkil topadi va komponentlar o'z ichida qanaqadir template'ni tashkil qiladi va o'zini kodini tashkil qiladi. Ya'ni o'sha aytayotganim biron bir mana kartochka tasavvurda qaraydigan bo'lsangiz, kartochkadagi, ya'ni yangiliklar kartochkasidagi ko'rinib turgan qism albatta mana shu template, ya'ni u HTML. O'sha albatta bu oddiy HTML va HTMLni bilasiz. Misol uchun qanaqadir divlardan tashkil topgan va hokazo. Va o'sha HTML chizilishi uchun HTML aytayotganimizdek boya serverdan ma'lumotni olib kelib turib, o'sha ma'lumotni HTML ga qo'yib beradigan joyimiz deylik, kodda yotadi misol uchun. Mana shu kodda aynan kerakli logikalar yoki nimadirda hisob-kitob qilishingiz mumkindir, boshqa qilishingiz mumkindir. Aynan mana shu narsalar kodda yotadi. Demak, o'sha ko'rinishda yasashimiz uchun komponent va komponent o'z ichida asosiy HTML va kodni tashkil qildi va o'sha kod deyotganimiz va to'g'ridan-to'g'ri aynan backendga yoki serverga murojaat qilmayapti-da, servis orqali murojaat qilyapti. Ya'ni qanaqadir ma'lumotlarimiz yoki logikalarimiz asli servisda yotadi. Ham sxema ko'rinishida demak, HTML chizilishi uchun qanaqadir kodimiz kerak ekan va kodimizni aynan servisga borib turib ma'lumot olib berish kerak ekan. Buni endi aynan tepadan ko'rinishini aytganman va shu bo'yicha davom etib ketamiz. Va asosiy demak, siz ma'noni bilib olingki, demak asosiy komponentlardan tashkil topyapti va bu komponentlarda HTMLlar, kodlar bor va servislarga murojaatlar bor deylik. O'shalar asosida umumiy application tuziladi, ya'ni asosi shu va shu atrofida aylanadi va shunga qo'shimcha nimadir yana yangi terminlar boshqalar kirib keladi va shular atrofida aylanadi xolos. Shu o'rinda biroz chalg'ishingiz mumkin. Hozir aynan public degan folder, aynan misol uchun siz bilan menda farq qoladigan joy bor. Men aynan images folderini o'zim qo'lda yaratdim va ikkita mana shu image JPEGlarni tashlab oldim, ya'ni sizga ko'rsatish uchun. Default o'zi top-toza va aynan shu joyda mana publicga men tushuncha berib ketsam bo'ladi. Ya'ni sekin-sekin o'rganib olasiz deganim ham sababi shu. Publicda aynan public folderida nomidan ham bilinib turibdi, qanaqadir public, ya'niki qanaqadir imagelar, misol uchun stil fayllaringiz, JS fayllaringiz yoki JSON fayllaringiz, fontlar bo'lishi mumkin va hokazo. Mana shunga o'xshagan, ya'niki saytingizda, web applicationingizda ishlatiladigan ochiq resurslar aynan mana shu folderning ichida bo'ladi va siz o'zingiz yana gruppirovka qilib olishingiz mumkin. Misol uchun stillarim, misol mana shu joyda yotadi deb, misol uchun yoki qanaqadir fontlaringiz yoki fontlarni aynan stilni ichiga tashlashingiz mumkin edi va hokazo. Va shunaqa ko'rinishda tashlab ketaverishingiz va mana shu joyga to'g'ridan-to'g'ri aynan
aynan biz Angular bo'yicha ishlashimiz mobaynida, applicationimizni ishlashimiz mobaynida to'g'ridan-to'g'ri ishlatishimizga ruxsat bo'ladi va shuning uchun ham shunaqa struktura qilingan va public ichiga tashlashingiz kerak bo'ladi.